Assalomu alaykum aziz talabalar. Navbatdagi ma'ruza mashg'ulotni boshlaymiz. Ma'ruza mavzusi matn muharrirlarining zamonaviy versiyalarida hujjatlarni tayyorlash va qayta ishlash deb nomlanadi. Rejada quyidagi savollar berilgan. Word matn muharriri imkoniyatlari, Word dasturi ish stoli menyulari, hujjatlarni tahrir qilish, matnlarni kiritish va saqlash. Microsoft Word bu matnli hujjatlarni tuzish, ko'zdan kechirish, tahrir qilish va chop etish uchun xizmat qiluvchi hamda Microsoft Office dasturlari guruhiga kiruvchi zamonaviy matn muharriridir. Microsoft Word matnli va grafikli ma'lumotlar ustida 100 dan ortiq amallarni bajaruvchi hamda matnli prosessorlar sinfiga kiruvchi eng takomillashgan amaliy dasturlardan biri hisoblanadi. Microsoft Word yordamida ixtiyoriy ko'rinishdagi hujjatni juda tez va yuqori sifatda tayyorlash mumkin. Dasturning yana bir qulaylik tomoni shundan iboratki, unda bir nechta hujjatlar bilan, ya'ni ularni qo'shish, biridan ikkinchisiga kerakli joyini olib ko'chirish, matn oldiga ta'sir tushirish, jadval tashkil qilish, turli shriftlar bilan ishlash, harflarni istalgan shaklda yetarlicha katta formatda chop etish mumkin. Lekin Microsoft Word ayrim kamchiliklardan ham xoli emas. Masalan, matematik ifodalar va kimyoviy formulalarni kiritishda katta qiyinchiliklar mavjud. Bundan tashqari juda murakkab strukturali poligrafik atlaslar, albomlar va jurnal maqolalari materiallarini tayyorlashda noqulayliklar yuzaga keladi. Microsoft Word matn muharrir imkoniyatlari demak quyidagilardan iborat ekan: matnni kiritish, tahrir qilish va ko'zdan kechirish, qator oraliqlari abzasini o'rnatish, avtomatik tarzda matnni sahifalarga bo'lish, matn qismini ajratish va uni kerakli joyga nusxalash, hujjat mundarijasini tuzish, matematik kimyoviy formulalarni yozish, har xil shriftlarda oddiy, og'ma, tayga chizib yozish, bir vaqtda bir nechta oynada hujjat tayyorlash, matnda har xil shakl, grafik va rasmlardan foydalanish, turli ma'lumotli jadvallar tuzish, avtofiguralar chizish, titul varaqlarini jihozlash va shu kabi yana bir turkum ishlarni bajarish mumkin. Wordni ishga tushirish va undan chiqish quyidagi usullarda bajariladi. Demak, Word dasturi odatda dasturlar dispetcherining Microsoft Office bo'limida joylashgan bo'ladi. Word dasturini ishga tushirish uchun sichqoncha ko'rsatkichini mana bu belgini ustiga olib kelib bosishimiz mumkin. Word yorlig'ining ustiga keltirib, uning chap tugmasini 2 marta bosib, odatdagi usulda ishga tushirish mumkin bo'lar ekan. Windowsda Wordni ishga tushirish uchun push tugmasi yordamida C programmasi bandiga kirilib va so'ngra Microsoft Word yoki bo'lmasa Microsoft Office dasturlar qatoriga amaliy dasturlar paketining ichiga kirib turib, ana shu yerdan Word dasturini tanlashimiz mumkin va sichqonchaning ko'rsatishi yordamida uni ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. So'ngra Microsoft Wordning ish stoli paydo bo'ladi. Word dasturining menyusini quyidagi bo'limlardan iborat. Menyu bo'limlari demak, birinchi fayl, главная ставка, dizayn, разметка страницы, ссылки, рассылки, рецензирование, вид, Pocket Reader, PDF. Mana shulardan iborat. Menyuning fayl bo'limida bajariladigan operatsiyalar rad etish, ma'lumotlar berish, yangi hujjat yaratish, hujjatni ochish, hujjatni saqlash, hujjatni qanday saqlash, hujjatni chop etish, umumiy yondashuv, eksport, dasturni yopish, hisobot yozuvlari va ko'rsatkichlar kabi ishlarni amalga oshirish mumkin. Qolgan bo'limlar Word matn muharriri sahifasi ustida zaruriy vazifalarni bajarishga mo'ljallangan. Glавная bo'limi hujjatlarning demak turli ko'rinishlarini o'zida aks ettiradi. Bu bo'lim faollashtirilganda sahifalarning turli xil ko'rinishlarini hosil qilish mumkin. Bu bo'limda hosil bo'lgan bandlar mohiyati quyidagicha. Glавная bo'limining dastlabki 3 ta bandi yordamida hujjatlarning ekrandagi turli ko'rinishlarini hosil qilish mumkin. Hujjatlarning turli ko'rinishlarida tahrirlash uchun mana shu menyu bo'limdan foydalaniladi. Hujjatlarni formatlash, shriftlarni o'zgartirish ham mana shu bo'lim orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari hujjatlarga turli xil dizaynlar, bundan tashqari turli xil bejalar berishda mana shu bo'limdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi.
matnlarni kirish saqlash demak mana shu fayl menusi orqali bajariladi. Yuqorida aytib o'tilgandek, undan tashqari hujjatga turli xil rasmlar, undan keyin jadvallar, undan tashqari turli xil grafik chizmalarni qo'yish mumkin bo'ladi. Dizayn menusida esa ana shu hujjatga turli xil bezak ishlarini berish mumkin. Razmetka straniцы menusida esa demak sahifaga turli xil ishlarni bajarish uchun mana shu razmetka straniцы bo'limidan foydalanish mumkin bo'ladi. Demak mana shu bo'limlarning ichiga kirib hammasini bir qator ko'rib o'rganib chiqilsa, ana shu yerda turli xil amallar bajarish ketma-ketlik berilgan. Kerakli amallarni bajarish uchun foydalanuvchi mana shu menyulardan foydalangan holda ish bajaradi va ana shu Word dasturida kerakli hujjatni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nazorat uchun quyidagi savollar berilgan, hurmatli talabalar. Birinchi, matn muharrir deb nimaga aytiladi? Matn muharrirlarining qanday turlarini bilasiz? Zamonaviy matn muharrirlarini qaysilarini bilasiz? Matn muharriri ishchi oynasida qanday elementlar joylashgan? Matn muharriri ishchi stolida yangi hujjat qanday yaratiladi? Mana bu yerda elektron pochta adresim, undan tashqari Telegram nomerim berilgan. Mana shunga murojaat qilib, savollar bo'lsa murojaat qilishinglar mumkin. Elektron tarzda murojaat qilishinglar mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Kelgusi darslarda uchrashguncha xayr.